Demak, bugungi mavzuyimiz bu kimyoviy kinetika, kimyo kinetika va uning asoslari. Xo'sh, kimyoviy kinetika kimyoviy reaksiyalar tezligi va uning turli omillar ta'sirida reaksiyaga kirishuvchi moddalarning tabiati va konsentratsiyalari, bosim, harorat, katalizatorlarga bog'liqligini o'rganadi. Demak, reaksiyaning o'rtacha tezligi. Xo'sh, reaksiyaning o'rtacha tezligi, demak, vaqt birligi ichida reaksiyaga kirishayotgan moddalar konsentratsiyasining o'zgarishi bilan ifodalanadi. Demak, ko'rib turgan formulangiz bu reaksiyaning o'rtacha tezligini aniqlovchi formula hisoblanadi. Demak, bu yerda yuqorida konsentratsiyaning o'zgarishi, pastda bo'lsa vaqtning o'zgarishi keltirilgan. Demak, vaqt birligi ichida konsentratsiyaning o'zgarishi, demak, reaksiyaning o'rtacha tezligi deyiladi. Ma'lum bir momentda, ya'ni oniy vaqt oralig'i va reaksiya tezligining odatdagi konsentratsiyalarning cheksiz kichik o'zgarishi, ya'ni differensiatsiyaning konsentratsiyaga o'zgarishi sodir bo'lgan cheksiz kichik vaqt oralig'iga, delta t ga reaksiyaning o'rtacha tezligi deyiladi. Demak, kimyo reaksiyaning molekulyarligi. Monomolekulyar o'zaro ta'sir elementlar aktida bitta molekula ishtirok etadigan reaksiyalarga monomolekulyar reaksiyalar deyiladi. Quyida siz yodning parchalanish reaksiyasi yoki radiyning, masalan, gelinga va radonga parchalanish reaksiyalarini monomolekulyarga kiritishimiz mumkin. Bimolekulyar reaksiyalar ikkita molekula o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladigan reaksiyalar, ya'ni sodir bo'ladigan reaksiyalarga bimolekulyar reaksiyalar deyiladi. Trimolekulyar uchta molekula o'zaro ta'sirlashishi natijasida, ya'ni ikkita NO va bitta kislorodning o'zaro ta'sirlashishi natijasida sodir bo'ladigan reaksiyalar trimolekulyar reaksiyalar deyiladi. Ya'ni bu yerda ikkita molekula, ya'ni NO va kislorodning o'zi yetarli emas. Elementar xarakterga uchta molekulyarligi bir vaqtning o'zida uchrashi juda kam bo'ladigan hodisa hisoblanadi. Kimyoviy reaksiyalarning mexanizmi bo'yicha uchtaga ketma-ket va konjugerlanganga bo'lishimiz mumkin. Ketma-ket sodir bo'lishida, demak, A B ga o'tishi, B ni C ga o'tishi, bir necha xil oraliq bosqichlardan o'tishi kuzatiladi. Umumiy oraliq bosqichdan o'tishi, ya'ni A D birinchi C dan o'tib, keyin E va B ga o'tadi. Uglevodorodlar, lipidlar, oksidlanish oqsillar va nuklein kislotalarning biosinteziga misol qilib keltirishimiz mumkin shu reaksiyalarni. Parallel bir paytning o'zida sodir bo'ladigan reaksiyalar ham bo'lishi mumkin. Masalan, kaliy xloratni katalizator va katalizatorsiz parchalanish reaksiyalarini keltirishimiz mumkin. Endi zanjirli reaksiyalar, ya'ni xlorni avval radikal hosil qilib, keyin uni vodorodga ta'siri jarayoni, masalan, zanjirli reaksiyalarga misol bo'lishi mumkin. Reaksiyaning tartibi bu eksponentlarning konsentratsiyalarini tajribada topilgan kinetik tenglamalarga kiruvchi darajalari yig'indisidir. Ya'ni N1, N2, B ga va A ga ko'paytirilgani, demak, C va D konsentratsiyalarining umumiy miqdordagi mollar soni, demak, qismlarning miqdoriga teng bo'ladi, yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, reaksiyani tezligiga ta'sir etuvchi omillar, demak, harorat, katalizator, reaktivlarning tabiati va ularning konsentratsiyalari. Reaktivlarning tabiatining ta'siri, demak, ta'sir etuvchi moddalar orasidagi farq qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, reaksiya tezligi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Demak, konsentratsiyalarning ta'siri, konsentratsiya qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, reaksiyaga kirishuvchi moddalarning konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak, reaksiyaning tezligi ham mos ravishda ortib boradi. Demak, umumiy qonunlar doimiy haroratda bir xil reaksiya tezliklari, ularning stoiximetrik koeffitsientlari son jihatdan teng kuchga ko'tarilgan reaktivlarning molar konsentratsiyalari mahsulotga proporsional, ya'ni reaksiyaning tezligi aslida reaksiyaga kirishuvchi moddalarning konsentratsiyalarini darajada ularning koeffitsiyentlarini ko'paytmasiga tengdir. Bu yerda bu A va B moddalarining molar konsentratsiyalari A va B, kichkina A va B darajada turgan. Bular, demak, ularning oldidagi koeffitsiyentlar bo'ladi. Kichkina k bu proporsionallik koeffitsiyenti, reaksiyaning tezlik konstantasi deb ataladi. Tezlik konstantasi aslida bu reaksiyaning tezligi hisoblanib, faqat har bitta moddadan 1 mol miqdorda olgan paytimizdagi reaksiyaning tezligidir. U ham reaksiyaning tezligini ifodalaydi. K ga asosan reaktivlarning tabiati ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni reaksiyaning tezlik konstantasiga asosan reaktivlarning tabiati, katalizator va harorat ta'sir etishi mumkin. Endi geterogen tizimlarda agar modda qattiq va gaz yoki qattiq va suyuq muhitda boradigan bo'lsa, demak, bu yerda faqatgina gaz holatdagi moddaning konsentratsiyasi reaksiyaning tezligiga ta'sir etadi. Qattiq va suyuq moddalarning konsentratsiyalari hisobga olinmaydi. Demak, Van Gogh qonuni reaksiyaning tezligiga ta'sir etuvchi omillarning bittasi bu harorat hisoblanadi. Van Gogh qonuni bo'yicha har 10 gradusga temperaturani har 10 gradusga ko'targanimizda reaksiyaning tezligi 2 dan 4 martagacha
Biokimyoviy reaksiyalarda 7 dan 9 martagacha oshishi mumkin. Shu nuqtai nazardan biz demak Van Gogh formulasini quyidagicha ifodalaymiz. Ya'ni reaksiyaning T2 temperaturadagi tezligi, demak reaksiyani T1 temperaturadagi tezligini ko'paytiramiz. Reaksiyaning tezlik temperatura koeffitsiyenti darajada temperatura farqini 10 ga bo'lingan. Arrhenius tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, Arrhenius tenglamasi bu yuzi qatlamga tegishli bo'ladi. Endi katalizatorlarning ta'siri. Katalizatorlarning ta'siri, demak, katalizator bu nima? Katalizator bu reaksiya tezligini oshirib yoki yo'naltirib, o'zi sarflanmay qoladigan moddalarga katalizatorlar deyiladi. Ingibitorlar teskari katalizatorlar, ya'ni mavsa katalizatorlar deb atashimiz mumkin. Ular reaksiyaning tezligini oshirmaydi, balki ularning reaksiyaning tezligini kamaytirib beradi. Katalizatorlarning ta'sir mexanizmi jadvali keltirilgan. Ko'rib turganingizdek, demak, katalizator ishlatilmagan holatda reaksiyani aktivlik energiyasi juda baland, katalizator ishlatganda oraliq mahsulotlarning hosil bo'lishi hisobiga aktivlanish energiyasi pasayadi. Aktivlanish energiyasi bu nima? Aktivlik energiyasi bu bir mol moddani reaksion qobiliyatiga, ya'ni reaksion aktiv holatga olib kelishi mumkin bo'lgan minimal energiya miqdori bilan o'lchanadi. Demak, fermentativ ta'sir, endi fermentativ ta'sir enzimlarning ta'siri bu juda muhim hisoblanadi, chunki biokimyoviy reaksiyalarda asosan enzimlar 2 yoki 4 marta oshirmaydi, millionlab marta reaksiya tezligini oshirib, mahsulotning unumdorligiga ta'sir etishi mumkin. Demak, quyidagi bu yerda siz haroratning ta'siri, ya'ni u yerda fermentlar optimum haroratda, optimal haroratda bo'ladi, ya'ni ular yuqori haroratda ham buzilib ketishi mumkin, past haroratda ham ular o'zini aktivligini namoyon qilmasligi mumkin. Demak, endi kimyoviy muvozanat. Muvozanat nima? Muvozanat bu to'g'ri va teksariy reaksiyalarning o'zaro bir-biriga teng bo'lib qolgan holati muvozanat deyiladi. Misol, ammiak sintezi jarayonida azot bilan vodorodning reaksiyaga kirish tezligi hosil bo'lgan ammiakning parchalanish tezligiga tenglashib qoladi. Xuddi mana shu tenglashish jarayoniga muvozanat deyiladi. Kimyoviy muvozanat deyiladi. Endi kimyoviy muvozanat konstantasini hosil bo'lishi qanday olinadi? Demak, biz mahsulotlarning konsentratsiyalaridan dastlabki moddalar konsentratsiyalariga nisbatini muvozanat konstantasi deb ataymiz. Ya'ni muvozanat konstantasi bu fizik kattalik bilan reaksiyani qanday tugashini oldindan bizga bashorat qilib beradigan, ya'ni qanaqangi holatda tugashini bashorat qilib beradigan fizik kattalik hisoblanadi. Demak, kimyoviy muvozanat konstantasi yakuniy mahsulotlarning muvozanat konsentratsiyalari mahsulotning boshlang'ich moddalarining muvozanat konsentratsiyalariga nisbati ularning stoixiyometrik koeffitsentlariga teng kuchga ko'tariladi, ya'ni darajada ularning stoixiyometrik koeffitsentlari turadi. Xo'p, endi Le Chatelier prinsipi. Le Chatelierning prinsipiga ko'ra, demak, muvozanatda turgan sistemaga qanaqadir tashqi ta'sirot berilgan paytda muvozanat o'sha ta'sirni kamaytirish tarafga qarab intiladi. Ya'ni shu yo'sinda biz muvozanatda turgan sistemani muvozanat konstantasini o'zgartirmagan holatda mahsulot tarafga yoki boshlang'ich moddalar tarafga siljitishimiz mumkin bo'lar ekan. Misol uchun, haroratning ta'siri ekzotermik va endotermik reaksiyalar turli xil bo'ladi. Ya'ni sistemadan issiqlik ajralib chiqishi yoki yutilishiga qarab turib, siz temperaturani ko'tarish yoki tushirish orqali muvozanatni siljitishingiz mumkin. Agar ekzotermik jarayon bo'ladigan bo'lsa, demak, siz temperaturani ko'tarsangiz, muvozanat orqaga, ya'ni orqaga qaytib ketadi. Agar ekzotermik jarayon bo'ladigan bo'lsa, naborot, ya'ni ekzotermik bu qachonki issiqlik chiqishi bilan bo'ladi. Siz temperaturani pasaytirsangiz, mahsulot tarafga qarab siljiydi. Demak, bu yerda endotermik jarayonlar uchun berilgan. Endi konsentratsiyalarni, albatta, konsentratsiya qaysidir moddaning konsentratsiyasini oshirishi muvozanatni qarama-qarshi dinamika oshiradi. Misol, agar shu yerda hozir bu is gazining konsentratsiyasini oshiradigan kislorod konsentratsiyasini oshirsak, albatta reaksiya o'ng tarafga qarab ketadi. Agar karbonat angidrid konsentratsiyasini oshiradigan bo'lsak, reaksiya chap tarafga, muvozanat chap tarafga qarab siljiydi. Bosimning o'zgarishi, albatta, bosim oshirilgan paytda gazlarning mollar miqdori kam bo'lgan tarafga qarab muvozanat siljiydi. Ya'ni mana shu azotning vodorod bilan reaksiyaga kirishib ammiak hosil bo'lish jarayonini oladigan bo'lsak, muvozanatni ammiak hosil bo'lish tarafga qarab oshirish uchun bosimni oshirishimiz kerak. Naborot, agar biz teskarisiga azot va vodorod tarafga qarab siljishni xohlasak, unda bosimni ko'tarishimizga to'g'ri keladi. Demak, atrof muhitning kislotaligi yoki bo'lmasa ishqorligi ham ta'sir qiladi. Buni ko'pincha bizlar tuzlar gidrolizida ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi mavzumiz o'zini yakuni topdi. Keyingi mavzularda ko'rishgunimizcha xayr, sog' bo'lasizlar.